Salam, ekran aldık kadarlı görünen dostlar. Salam, güzel kızlar, sevimli ustazlar. Elçi programımızın yeni sahne arkalık sizlerden didarlaşkınımızdan tolumu kuşalımız. Söygünü, hoşallıkını koy piyalıga lıklap. Didarlaşkanda çay koysan, ketmemdu jürek yayrap. Elçi programımızı goya navat sağan bir piyalı çayga okşaydı. Usuzluğunuzda kandırdı. Şincan Kamera Medeniyet Arkadaş Çekili Şirketi programımızı ecri bilen işlep kelavatdı. Programımız için ecri kılvatkanlar içinde elbette bizim söyümlü ustazlarımız var. Ular bu mu? Şincan Advokatlar Cemiyeti'nin azası. Şincan Cesur Advokatlık İş Beceriş Ornu'nun advokatı. Ayallar Birleşmesi'nin tekliflik lektori Meryemgül Ahmet Avukat. Meryemgül Hanım, karşılığınız. Devletlik 2. derecelik psixiki məsləhətçisi. Ürümçi Dil Yeşmə Psixiki Mülazimet Merkezi'nin kurğucusu Mahfuza Ablis Hanım. Mahfuza'da karşılığınız. Sevimli kızlar, sizlerinin hürmetinizlərə üzülməsdən oğullar toxtmay səhnimizə çıxıvatıdı. Ən mühimi çıxış istigi güclük, yol yıraq-jıraqdan keləməyətqanlarmı yox emas. Qani, jıraqni yaqin qilib bugun səhnimizə kim chiqadi? Qarab baqaylik. Yaxşımısınız Mayra'da, yaxşımısınız güzel kızlar, yaxşımısınız ök. Hürmetli sadavar işik ustazlar. Kilin aynım. Salamını yadlamam size. Çıkıplı yaxşımısınız Mayra'da, yaxşımısınız kızlar, yaxşımısınız hürmetli sadavar ustazlar. Deytin hamdi. Tügüdü. Ben bolsam Kaşgar Qağlıqdan bu yıl 23 yaş, kesbim bolsa erlerinin çaç yasaş laylaş kesbi. Erlerinin çiçini yasaş lahileş kesbide. Qağılıqdan geldiniz mi? Ayak hazırım işe, ürümçü. Hazır ürümçü turvatsız. Yurtunuz Qağılıq. Elçik çıkıştan burun tayarlıqlarını yaxşı qıqamıdınız bulmasa? İş bulmasa mağa geplen deymen, mandaq suallarını sorayman, mandaqraq suallar bulup qas, mandaq cevap vermen degendek tayarlıqlar var mı yok mu? Tayarlıqlar var, çıkıplar, beni unutup. Sen ciddi iş qaldınız mı? Man qarana, işkimizin mamiyini bize oxşaydı eken ha? Mana yiningizda aydınız turuptu, ciddileşmen. Bulamdı? Ondaq bolsa, başlap ketaylik. Qızlar, bu jigit azraq ciddileşivatqan bolsa medet berayli, ya? Ata-ananız elçik chiqqaningizda ufqamdı? Gep qilmayın chiqib oldingiz mı? Sizce ular nimada? Menimcha ularni chiqqanimni qo'llaydi. Qo'llaydi. Uyda necha bolasiz? Uyda 3 bola, men boladan kichik. Eng kichigi. Qolgan ikkalan to'y qilib bo'ldimi? Siz de qaldingizmi? Men yolg'iz. Aldıravatamdı, uydagilar ancha aldırmamdı. Uydagilar ancha bek aldirmayapti. Siz aldıravatsız. 23 yaş kirganda uydagilar aldırimiz to'g'ri tushunimiz. Siz aldiravatgan o'xshamamsiz? Men masaraq aldiravatam hisobda. Bo'ldi. Aldırgan bo'lsangiz, mush sahnada fursatni ching tutib amsa. Qarang afkam, ilgirki vaqtlarda uylangiz kelib ketgan yigitlar, biroq qizlarning uyiga tosh chalmalarni itib qo'yib, shuning bilan yurtmaydi gap so'z ota-onasining qo'lqiga elchilar bor ekan. Hozir unda avorchiliklar yo'qmish. Sahnaga chiqib biroq qizga olma yo gul sunğuningizning o'zi ekran orqali ota-onangizga o'ylimsak bo'lmabdi, buni degan yerga kelib qoladi. Gülüngizmi bo'lmasa, olmangizmi bo'lmasa, gapingizga bordi. Nim dishim bilanmay kallam hozir qop-qora qolib. Qop-qora qolib qoldingizmi? Mahfuzada Abduxelil yeshidiki, ya'ni 25 kun bo'lmagan yigitlarning, mush qizlarning oldida tortinchoq bo'lib qolishi va yoki ishchilikni ifodalaganmasligi yoshdagi masalami, tajribadagi masalami va yoki irsiyat masalasimi? Bu yoshdagi masala emas. 10 yaşlıq yoki 20 kirgan, 25dan kichik bu bolalar nayt jushqun urg'ib turgan vaqtlari. Bu yoshdagi masala emas. Abduxelil o'zining xarakter masalasi. O'tirib kelgan. Buni hal qilishning chorasini men deb beray. Bir ko'p naqsh etib bering afkam. O'zingiz yaxshi ko'radigan naqshlardan birini aytib bering. Hadi shu
Öylenmesen bu mu degan naqshni aytaman. Derizangi gül sundum, qilch parvası sabi yüzün kölkü böyle adaş buldu her vaxtım. Düşünüp bolalmayımı tepişmaqda kam sözüngni. Amma körelayımı turmuşumdun kelgüsüngni. Ayem boldu bana düşlerimge kirsan. Mesop qalsam sözlerin senin ismin bilsan. Bütün dünya cilve qıldı paqatla bir külsan. Meyli cismim nadi bolsun esiyadımda bir sen belkim köpni. Oxirchi, men endi kirib atqandim ishiga. Vaqt münasibati bilan to'xtab qoldi. Mana haqiqiy Abduxilil sahnimizga qaytib keldi. Bir chavak berayli endi. Aslida Abduxilil mandaq bo'lar. Bu 8-numurluq singlimninki shundaqroq uslubdagi narsalarga alayda qiziqishi bor. Qarangishib beqinglarchi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz odat mushta yuramsiz? Odat shu ahvolga qarab ba'zi vaqtlarda hip-hop puroq ashta. Odatda men mushtal yuraman. To'y to'kun basam mushtal ko'zaynak. Yoqtiramsiz? Ashta men shu odatda shu kinishim mushta shu 23 yosh kiribcha shijon narsalarni yoqtirmagan ekan bir qitimni kiyib baqimdim misol. Bir qatini kiyib baqdingiz. To'ydigu kiyasiz? Keyinchi Ha. Buldu. Masalan, Raslan mendek bunaq kiyinishi bo'lsin, mijozim mening uchuqda. Mendekroq qizlarni yoqtiramsiz yoki bo'lmasa 4-numurda deymiz, bunaq shuni bunaq. Hisobda shu o'zimga o'xshash shu mushta iloqa fangatga kiyim kiygan. Bunaq hip hop bunaq. Tushundim. Buldu. Siz ma rap shakldagi aytish uslubini kimninkini bakrak yaxshi ko'rib o'rgansiz? Men hisobda eng yoqtirganim Eksuri Arslan deb birsi bor. Bir talaliq hozir Shanxayda shundan eng yoqtirman. Demak, mushundaq uslubdagi asarlarni qo'g'lishib ko'ramsiz. Qo'g'lishib ko'raman. Bayatanqi kimning ijodiyati? Eksuri Arslan'niki 21 yosh vaqtida ijod etdi. O'zingiz bir narsa ijod qilib baqdingizmi? Yo'q. Nim kasb qilsiz? Men erlarning choch yasash, kesish, laylash kasbi bilan shug'ullanaman. O'zingiz kasb suyamsiz? Suyman, eng yoqtiraman. Agar sizni ma'bdingiz bu kasb qilishni xohlamsiz, qilmayman deb qilmamsiz ya qilaversiz? Sizcha mush kasbingizni yaxshi ko'rmaydigan qiz qanday qiz? Meningcha, mening kasbimni yoqtirmaydigan qiz, balki mening yoqtirmaydigan, mening qo'llamaydigan qiz bo'lishi mumkin. Ma javob xiljini bor, balki menim yoqtirmaydi deyapti. Bo'ldi. Birinchi bosqichni biz mishada oxirlashtiraylik qizlar. Sizlarga vaqt berib, yigitga vaqt berib qo'ydi sal. Shu o'tib ketayotgan vaqtga ishim og'rib qoladi. Hammanglar sal jimjit turibsizlar. Qaragan ikkinchi bosqich orqali bu yigitni texnik tushunib yiqishni o'yladinglar. Qani. Opa buncha tez keldi telefon nima bo'lgandi? Balam. Esli san demeydigan. Dey desem texe. Demey desem qo'saq ko'piga o'p ketadigan men qara. Voy bu qo'saq ko'piga tatib qoldik. Bu sen qiynapam bilan bir nima deyish qolgansan? Hey balam. Meni qaynapam bilan bir nima deyishib qoldigan shopka qiz olib ko'rvatamsa. Yo'q, unda o emas. Lekin agar unday yer olsa, men telefonni devasanmamda, sen telefon qantim shunda jiddiychilikda tas qoldim. Va uning ustiga men kagicha o'ylamgan xiyollarni o'ylab ketdim. Buni ansirtmay desangman topa. Balam, Nilofer shuncha aldirashma. Voy mushmidi. Voy manqira. Bu Nilofer ettigini o'rnining qo'pqan peti shundoq jiddiy holda ish kechikdim deb ketdi qara. Kashug'an ishdan tushib oran testi yerib kelganda, voy men yerib ketdim deb uxlab qolamiz. Men bilanmi o'tirib bir paranglashqadek vaqtimiz oniki. Balam haftada bir qatim o dam oldigando. Bizning uyga o kelmasin. Apisining uyga bordigando. Ya. Qara, o endi raskapni qilay. Apisining inig'imi berpaqmoq xeli uzun bo'lib qoldi. Bu gunoh bizda. Balam, ishning to'g'risi, odamgachilikning yo'li shu. Men kunda keling demayman. Sizlar to'y qilg'ili 2 yil bo'lib qol.
2 yıldan ayaqma öyge qancha qitim keldi bilemse. Edem qıyrğanda bosuğu qarab qaldı ekanmiz. Telefonlarını saqlab qaldı ekanmiz balam. Sizlarni çoğ olab ata-ana bolganda, ballarыңmılım çoğ bolganda bizning qadrimizga shu vaqtda yetisizlar balam. Buldu apa, buldu. Ondaqdı şu. Men bugunli berip men Nilüfer gidey. Ma hepta axir op qapdı. Muş demliş kelgen zaman biz kileyli. Onun için sen bilen bir opçu tamak yiyişip, paranlaşıp, monuşup kılaylı. Cuma apa. Sınımı yağız taşla koyduk. Xapamığına. Bu Nilüfer mi? Nima oylaydigandı? Maqul balam, maqul. Abdixilil, agar aşı yigitning o'rnida siz bo'lsangiz, qana qilardingiz? Boyama boshqa narsani o'ylab o'tibdim. Filmni ko'rmay boshqa narsani o'yladingizmi? Nima o'yladingiz ma'qul? Ashli bir anglay. Ha. Qiz bola o'yladingizmi? Nima o'yladingiz? Qachon ishtiroq oyoqlashib, ishtiroq chiqdamen kedib. Masaknik aran chiqdingiz. Hozir tushib ketishni o'ylayapsiz. Bu to'g'ri emas. Kelavkam. Tushib ketishni o'ylashdan burun adam degancha chiqqan yerdan ishi bo'lsa tamomlayib yetib tushib ketamiz. Shundaq-ku. Chashning 20ni yasab chiqdingiz, boshqa narsani o'ylayaptimi desangiz, siz xayrida sizni nima qilibdi? Deb yiqma. Chechilib, qaqshab, balkim urishib qilishimiz mumkin. Albatta. Shu bo'yniga atgan xoltin beshingizga latib qo'yib chiqtamiki? Shundaqmi? Ha. Xo'sh, opingiz siz to'y qilib ketgandan keyin aşı apıdak talab qilib qolsa, bu ayolning nimacha oldirash, haftada bir kunmi dam olmamdi desa, siz nima deysiz? Men qo'pab opamga bu to'y qilgandan keyin andan o'z yolg'iz ashta qolib qolsa, ayolimdan, masalan, to'yxon odamdan so'rab chiqib, opam bilan birga fichaylan, u masalanki opam bo'lgan keyin birga tursa qanday bo'lar deb masalan so'rab chiqib hisobda. Aha. Shundan qo'shalmay qolib qolsa, imkon bor opam bilan birga turman. Hozir siz minchilik masalani mundoq qilib kengaytirib, shordek itildiryapsiz. Opingiz meni yo'qlab, birga turayli, sen bilan davatsiz. Bu masala ma'qul. Qizlardan so'rang. Mening opam bizni yo'qlimdinglar davatida, opam bilan birga turayli demoqchiga. Qizlar sizlar qana qaraysizlar? Ben taz to'g'ri ko'rmayman. O'xshamaydi hozir emas. Hamma odam mustaqillikni talab qildi hamdi. Turplamın cho'ng turishga to'g'ri kelsa, men taz to'g'ri ko'rmayman. Men ekvasak buldu. İkimiz Arslan'ın müzikasını anlayıp, tamahını cayda etip, ağaç tamahını yigeş, paranlaşkısı olsa oturup paranlaşıp işten düşkende. Aldığını birden xabarasak buldu. İçimlik, çekimlikni barmisiz? Yo'qmi? Undaq bo'lsin aytdi. Yaxshi odatingiz bor ekan. Endi bu ichimlik, chekimlik masalasi nurg'un oilalarning agar chekdan oshganda beshini og'ritadigan bir masala. Yaqinda bir yigit sirtda do'stlari bilan aroq ichibdi. Bu jarayonda do'stlari haddidan ziyod zo'la beribdi. Bu yigit necha qitim rad qilgan bo'lsa-mu, o'g'il valdachilikqa yarimiding, so'rin qoidasini buzding, sen hozir o'zgarib ketding degandek so'lay salolar bilan bu yigitga nihoyat qattiq ichirib yetibdi. Keyin bu yigit mush sababdan bo'lsa kerak, tuyuqsiz bir kasallik qo'zg'alib, qutqizish unum bermabdi. Endi bu yigitning oilasidagilar nihoyat qattiq alamda qolibdi. Demak, aşı yigitning do'stlari ma'lum bir qism mas'uliyatni ustiga olish kerakmi yoki Qur'onga yetgan bo'lgandan keyin bu yigit o'zi ishdi deb endi alam bilan bu oila yig'labli qolamdi. Sot mahkamasiga haq talab da'vosi qilish orqali o'zining huquq manfaatini qo'g'dab, mushu haroq so'rindagi ulpatdosh deymiz-ku, haroq so'rindikilarni, do'stlari yoki mushu birodarlaridan haq talab to'lam javobgarligini ustiga olishni talab qilsa bo'ldi. Bunun da to'lam javobgarligini ustiga olishda yuqoridagi ahvollar intayin ko'p, atrofimizda jiq uchraydi. Qonun jihatdan buningga ma'ni qilingan alohida belgilamlar chiqarilgan. Haroq so'rinda meyli zo'rlab uchrayli yoki o'zaro haroq ichib,
o'sha haraq ichayotgan do'stlarimizdan birasining yurak kasali yoki haraq isi bo'lmaydiganlikdek kasalini bilib turibmi, shuni hech bo'lmasa biz tasalli berib haraq ichishga zo'rlash emas, sen haraq ichsang bo'lmaydi deydigandek gaplarni qilsak, o'z ixtiyorlik bilan ichgan holatdami yana yuqorqidek o'lim yoki og'ir hodisalar kelib chiqsa, shu tang haraq ichgan so'rindikilar ma'lum mas'uliyatni ustiga oladi. Ham yuqorqidek zo'rlab haraq ichirib Moşu haraq işküçü, zorlanğıcı, haraq işkenlik sebebinden tuncuq ölüp qaldıgan muşunda qışlarda, məscilikdə üyün tep bulamay yoki yollarda yetib qap to'nlab o'lib qoldigan yoki haraq ichish sababidan ma'lum bir bakisilik qo'zg'ilib o'lib qoldigandek ahvollar yuz bersa, sud mahkamasiga arz qildi. Sud mahkamasi bu deloni mo'shu haraqni qanchalik ichdi, kimlar ichdi, haraq ichish so'rinda mo'shu haraq ichguchi o'zi talab qilib İçdimi yoki boshqalar zo'rladimi, kim qanchalik zo'rladi, zo'rlash ahvolining og'irjinikligidek ahvollarga asosan mo'shu haraq so'rindagi har bir mo'shu ulfatdoshniki mas'uliyatini surishtirdi. Ya'ni mo'shu qatnash soqchilari, qatnash hodislarda mashina haydaguvchilarning mas'uliyatini argandek, buningda mo'shu so'rinda o'tg'uchilarning mas'uliyatini ayiradi. Ham buningda haraq ishkuchining mas'uliyatini yo'q degil bo'lmaydi. Umu haraq ishkuchi ma'lum mas'uliyatni ustiga oldi. 100% mas'uliyat deb qarsak, boshqa haraqni zo'rlaganlar, zo'rlash qilmishining og'irjinikligi, mo'shu haraq ishkuchi hodisaga uchirg'uchining aqibatining kelib chiqishidagi savalliga qarab turib mas'uliyatni ayiradi. Endi bu mas'uliyatlarga hozir chaqchaq qilolmaydi haraq so'rinlarda. Bu yilgi o'lcham bo'yicha mo'shu iqtisodiy ziyon, o'lim to'lam puli bilan dafn xarajati 1 millionga yaqinlashdi. 1 million atrofida. Bu az pul emas. Uningdan boshqa mo'shu bolalar bo'lsa quramiga yetmagan. Bolalarning 18 yosh kirgichilik bo'lgan beqilish to'lam so'mmasini hisoblaymiz. Yashangan atansi bo'lsa, atansining yoki jo'risi kasal, o'zining hojatidan chiqamaydigan, o'zini baqamaydigan, qamdiyolmaydigandek ahvollar bo'lsa, jo'risining, atansining degandek beqish to'lam pullari bor, bularni hisoblab kelsak, u millionning ustiga chiqib ketadi degan gap. Qanchalik mas'uliyatni 20%, 30%, 50% dan ustiga oldi degan holatmi, qolgan qismini yana mush ulfatdoshlarga chachadigan ish. Shunglashqa haraq so'rinda o'zaro haraq zo'rlashmay, ixtiyor qilsak, ishsak, mush ishlarga keng qilqanmiz alayda qatqisi bo'ldi. Rahmat ada. Ulfatdoshlik, birodarchilik yaxshi ish. Lekin haraq so'rinda başqalarınki hürmet, izzet, nefsiga çeqilib turib, başqalarını oğulvaldachilik qilmading yoki so'rin qoidasiga bo'ysunmading, qoida o'qimaysan deyish orqali besim bilan içergen harqingiz balkim sizgimi siz o'ylab bakmagan besim, ajoyib qismatlarni olib kelib qolsa, pushaymonning doğrusu yo'q. Biz Muşsan programmamiz orqali başqalarni yaxshi ishlarga yetaklaydi va yoki yaxshi ishlardan xabardor qilaydi. Aqibati yomon bo'lgan ishlarga zo'rlamayli, zo'rlashmayli. Hammamizga yaxshi bo'lmaydi. Xo'sh, bir tarafdan qonun savodlarini bilamiz, bir tarafdan turmush hikmatlarini o'rganamiz, bir tarafdan o'sib yetilimiz inim. Shunaqmi? Endi 3-bosqichga kirdik. 3-bosqichda Abduxililni men yana azroq qalb yashmisi qilib baqaya. Ma Abduxilil damal hozir bir qizning oldiga berib ta'riflar desam, gap topamayapman, boshqa narsa o'ylayapman, chash yasash haqida xiyol qilib qoldim deb temidan chatnab ketmisin. Abduxilil, sizning nazaringizda bek chiroyli qiz qanday bo'ldi tasvirlab beqing. Sizning go'zallik tuyg'ungizga bek chiroyli qiz. Beshidan kelayli, uning chichi qanday? Chichi qora. Chichi qora. Uzunmi, qisqami? Budirmi, tuzmi? Qisqaroq. Chichi qisqaroq. Tuzmi, budirmi? Tuz. Tuz. Uning yuz shakli qanday? Yuz shakli qanday? Yumaloqmi? Uzunchaqroqmi? Jumlaqroq bo'ldi. Jumlaqroq. Umaq bir qiz ekanda u, ha? Bo'yichi? Bo'yi hisobda bek iloqa ortiqcha talabim yo'q. Men bilan tang atrofida bo'lsa. Siz bilan tang tush bo'ldi. Mijozchi? Mijozi shu hisobda hozir mening kasbimda iloqa yo'q turgan, mening iloqa qiziqishim, iloqa narsam bilan
Tan qiziqsam desapda o'xshashroq Ortaq qiziqish, ortaq частотада болсақ deysiz o'yinima. Endi ikki tarafingizga qarab beqinglar. Sizning go'zallik o'lchamingiz bir qarashda sizning maylingizni tatgan, o'lchamingizga tushgan bir qiz bormi ekan? Atganingiz paranglish jarayonida kimga bakrak diqqat qilgansiz? Udul qarmang, ikki adingiz bor, ikki taraf qizliq. Abduxilil yanıla o'zi operatsiya qilib, doktorlardek operatsiya emasa, o'zingiz bilan ko'proq paranglashib, o'zingizning ehtiyoji, yoqtirdig'ini, o'zingiz qilmoqchi bo'lgan ishlar haqida ko'proq o'ylashing enim qo'limda. Baribir bugungi sahnamizda o'zingiz yoqtirdigan nomzod topolmay qoldingiz. Meningcha qizlarning ichidami sizni nomzodlikqa muvofiq ko'rganlar meningcha yo'q. To'g'ri dedimmi? Ana. Undaq bo'lsa, rahmat enim. Sahnamizda bo'ytaq yigitlar o'zini ifodalashga ehtiyojli bo'ladi va yoki o'zi yaxshi ko'rgan qizni uchirtib qilishni maqsad qilib chiqadi. Demak, ehtiyojingiz aniq. Siz bo'ytaq. Sizga umr hamroh kerak. Undaq bo'lsa ifodalang. Dang. Kimning kerakligini, qanday odamning kerakligini aytalaydigan bo'lganda va yoki aytishdan xijil bo'lmaganingizda, aytishga jur'at qilganingizda men yoningizda turib sizga madad beraman. Ustozlar sizdagi masalalarni va yoki sizdagi ortiqchilikni naq maydonda muayyanlashtirib hayotingizga texim ko'p rag'batlarni ato qiladi. Endi biz bir naqsh anglayotgandan keyin ikkinchi mehmonimizni kutaylik, ya. Qani birlikda anglaylik. Çıraylısan, çıraylısan, sen hemedin çıraylısan. Çıraylısan, çıraylısan, hemedin çıraylısan. Sen oynarsın akın, kaynar mini bırakın. Yüreğimi köydürdü senin güldek çırayın. Sen oynarsın akın, kaynar mini bırakın. Yüreğimi köydürdü senin güldek çırayın. Çıraylısan, çıraylısan, sen hemedin çıraylısan. Çıraylısan, çıraylısan, hemedin çıraylısan. Çıraylısan, çıraylısan, sen hemedin çıraylısan. Çıraylısan, çıraylısan, hemedin çıraylısan. Kolumdaki kol yağlık, yarım sana saklaklık. Meni meptun kıldın yar, köngülüm sana bağlaklık. Kolumdaki kol yağlık, yarım sana saklaklık. Meni meptun kıldın yar, köngülüm sana bağlaklık. Çıraylısan, çıraylısan, sen hemedin çıraylısan. Çıraylısan, çıraylısan, hemedin çıraylısan. Çıraylısan, çıraylısan, sen hemedin çıraylısan. Çıraylısan, çıraylısan, hemedin çıraylısan.
şeyda kılgan yar Büydürüp bilip özüge Meni şeyda kılgan yar Çıraylı sen, çıraylı sen Sen hemmedin çıraylı sen Çıraylı sen, çıraylı sen Hemmedin çıraylı sen Çıraylı sen, çıraylı sen Sen hemmedin çıraylı sen Çıraylı sen, çıraylı sen Hemmedin çıraylı sen Hemmedin çıraylı sen Endi sahnimizga kim chiqadigandu? Har qaytim bir sir bo'ladi. Chiqqandan keyin oshkora bo'ladi. Özüm Ürümçi'den, ismim Sherzad. Bu yıl 26 kirdim, hazır kasbim Judengveli. Biz bugun Shirzat haqida paranglashimiz. Shirzatning kim ekanligi, Shirzatning qandaq bola ekanligini his qilamiz, so'raymiz, bilamiz. Undaq bo'lsa, qizlar, Shirzat, marhamat. En avval ben bir soru sorsam bulamda, endi keyin qağılıqına sorusmaydı. Müşterdiki 8 yıldan baki, müşteri arasında küçük balan yaxşı kömək qılaba mı? Balama? Küçük bala mesela. Kichik bala. Küçük bala demek. Undaqlar, işte, balalar. to'g'ri. Yaxshi ko'rmaydiganlar qo'l ko'tarib yiqinglar. Ha. Qo'l ko'tarib yiqinglar. 1, 2, 3. Bo'ldi, savolim tugadi meni. Nima uchun yaxshi ko'rmaydiganlarga qiziqamsiz? Men qiziqib qelyapman. Şahsen ben özlem edip esem Aslında bu savolni sorğum yo'q. Nishqadan burun dastlab kelgan vaqtimda hech kim bo'lsa so'rab baqdim deydi. Lekin men o'zim yaxshi ko'rmayman kichik balani. Ham cho'nglarnikini anlagan endi emas emas shaxsan o'zim o ko'ran joyda. Lekin kichik balan yaxshi ko'rgan qizlar bo'lsin, o'g'illar bo'lsin bir xil vafodor keldi ham kimchakida bundan algancha shuna so'rab baqayer. Ammo lekin yaxshi ko'rmaganlarni vafodor emas demoqchi emasman. Uch ko'maymanmi? Emas, yilqi ba'zi bir kichik bolalar bor bo'lib, shun hayzi bir xilbek. Gipnoz bo'layotgan siz yig'ilmaydigan bolalarga maraqshtabmi? To'g'rimi? Xap qilmaydigan bolalarga maraqmi deydi. Yig'ilmaydigan bolalarga yig'ilib qolsalar bir xil tushunib tushunama. Ilqi bir xil Nemish g'alabasi chiqqanlarga qo'shilgan ishlar bo'lsa. G'araz uqmaydigan, beg'araz bolalar bilan. O'zimni ishim tepib qilolmayman. Masalan, to'y qilgandan keyin kechikibroq baliq bo'lishini o'ylashamsiz yoki hozirgi bu beg'araz bolalar bilan sizning baliq bo'lishingizning hech qanday munosabati yo'qmi? Shu kechikibroq bo'lsa deb o'ylayman. Men o'zimni kichik, ma'nodami kichik vaqtimda opam tashlab qo'yadi-da fikam inimni. Bek bizarab ketibganman, shu kichik bola ko'rsam yiroq turman. Lekin kichik bolaga bekmi amroq emas, bekmi o'sha emas, cho'nglarga bek amroq. Endi Shirzat o'zgacha bir savol bilan chiqibdi. Qani qizlar, sizlarning o'zgacha savollaringlar bormi? Kechki xizmat qilamiz yoki kunduz xizmat qilamiz? Odatda mening xizmatim endi masalan asosiyati kunduz bo'ldi, lekin ham biroq butun joydan qaragan bo'lgani ba'zi vaqtda jabar bo'lib qoldi. Yerimgacha bo'lib qoldi-da. Sizlar yoshdagi bolalar odatda bek o'ynaydigan yerlarni yaxshi ko'rdi. Siz bunda ahamiyatli bayram, xotirlashtirish kunlarini o'zingiz muhabbatingiz bilan o'tkazishni xohlamsiz yoki o'pchi o'tkazishni xohlamsiz? Shaxsan men o'zim gap etsam, mening 5 yoshda o'tkazib bo'lgan bor-da, biroq lekin xizmat tufayli lekin asosan yurt Urumchida yapamasa Oqsuda bo'lib baxmagan ish qilib bo'lgandan keyin ko'pincha o'zim yolg'izda 6 odamdan ortiq so'rin qatnashib baxmaganman. Lekin men bek qatnashqim bor biroq. Hozirgacha tug'ilib cho'ng bo'lib hozirgacha 6 odamdan ortiq odam yig'ilga qatnashib baxmadingizmi? Chunki asosan men ishchib chekmagandan keyin shunga. Masalan, siz nechinchi yilgacha o'qigan? Oliy maktab bitagacha o'qidim. Oliy maktab bitagacha o'qidingiz. Saboqdoshlar yig'ilishi qatnashib baxmanmi? Yo'q. Men shu 2018 bitadim, lekin 2017 boshlab xizmat tushib bo'lgan. Baldurli xizmat tushdingiz. Endi keyin qolgan o'qituvchi yerdan qolganmish. Ish bo'lmaganda tug'ilgan kun saboqdoshlar orasida bo'ldigan degandek faoliyat so'rinlarini siz yo'qmi? Men yo'q, lekin telefondan keyin xonbola aytib tayyorlab qo'yman-da, biroq qatnashib baxmagan. İctimai faoliyatlarga qancha qiziqmamsiz? Yo'q. Nayt baldurlar xizmatga qizg'inligingiz bilan topdan o'zingizni jiroqroq tutamsiz. Ahamiyatsiz top deb o'ylab olamsiz. Yo'q, men unda o'ylamayman. Chunki endi 11 yillik turmushim bir deymiz. Bir usuldamdiq. Masalan, men o'zim yaxshi ko'rsam,
Men ve kişi yaxşı görmende top oynab jenşin qilishdan boshqa kesh klublarga berib o'zim o'yinsam o'ynab yurma. Undan sonra kardeşim lekin fursat xizmat tufayli bo'lamdi yoki boshqa munosabat tufayli undan sonra fursat bo'lmay qoldi. Shunga qatnashaman. Lekin men o'zim yaxshi ko'rmanda. Siz eng yaxshi ko'radigan sorun qandaq sorun? Mesela odamlar ko'p sorun deyli. U qandaqroq timini markaz qilib odamlar yig'ilgan. U yerda kimlar bor? Siz kimlar bo'lsa, qandaq ish bo'lsa xush bo'lsiz? Men o'zimningki ipessam shaxsan men o'zimning tunish doirasi bo'lgan chog'da va shu ochiq. O'z ko'rib gapirmanda, lekin men tanilmaydigan odam meni ko'rib qo'yib qolsa, yo bo'lmasa boshqalar meni deb qo'yib qolsa, yomon bir golon yo bo'lmasa hech qanday bir tezilmaydigan, lekin aqim bir mo'cha qizdirim bordek, lekin 6-7-8 dek bir og'ildirim bordek o'yin ishni ko'rma, deb unday emas. Mening xiyolimda shu burunqi shirkatdagi birlashgan qurgandan keyin mushozil doiramdagi o'zimni tanilmadik odamlar bilan o'zining quvvatga asosida bilib o'ynab boqqum borde, lekin bo'lan bo'lmam bilmayman. O'zingiz qaysi xil tipdagi qizlarni hamda bekaraq yaxshi ko'rasiz? Men o'zim shaxsan shunaqo. Men o'zim shaxsan birinchi bo'lib men qaloq qizlarga o'sh. İkincisi yani ki özünün turmuşğa, yani keyinki kelgusi turmuşğa bir xil mushu davrga mos yapılmasa, boshqacha, yangicha bir turmush xarakteri bo'lsa, deb başta yaxshi. Chunki o'zim ashta. Undaq bo'lsa birinchi bosqichni mishada oxirlashtiraylikmi? Qani, ikkinchi bosqichga kirdik, ekran qaraylik. Qara, to'qollarning shimim bo'yim. Bu da bak boshliq, bak tushlikka vazifaga qatnashmasanglar, xizmatni haydayman degan gap bo'lmayadi. Sen meni bu da bir qitimimizni to'g'ri tushungina, ha? Voy doim tuqqanlar chaqasmi shundoq banalar bilan bormaysiz-ku. Hay, hozir tuqqanlarning hammasi yo'limizni qaravotidi. Cho'ng tayyorlik qildi. Bola bilan men yozdan yizdimda bir berib o'ynab kelmamdi. Hamid, kashkich xizmat deb biroq aytmasa jam bo'lib berib baqdiqma. Men hozir bunda davosam xizmatni haydaydi davosam, ya'ni o'zini kipini qilsam bu. Bering, ash xizmatga bering. Bulamdi, men sizni bormang demadim. Ha, tuqqanlar qanaqalar yaxshimi, yaxshi turdinglarmi? Atlikka men bola bilan yo'lga chiqadigan bo'ldim. Bizningki Hamidning-chu, men shirkatda bek muhim, bek jiddiy, hal qilib bo'lmaydigan xizmatlar bor ekan. Shuningga men yolg'izlik boradigan bo'ldim. Talay qitim yolg'iz bordim-ku, qo'g'liqning yo'li bo'lib qoldi. Unda o'z at ko'rishaylik, tuqqanlarman. Başta siz tapşagan işini ben kılanmaydigan buldum. Ben hizmeti istifa vermekçi. Ben hazır ayalım bilen seferge atlanmakçı. Oldu mu? En tukalanıkı baraylı mı? Bununki nimeyimiz, nimiçimiz, en özünüz mesul mu? Ay boş gapni deganning o'rniga chiroyli ruxsat so'rasangiz bo'ldi-ku. Men bormam dedim men sizni. Ketavering dedim-ku. Deydigan hamın dep bo'lib, yen meni mushlar tatir qiynamsan. Senin deganini qildim hozir. Nimda qarsan ey? Bu ishkaylan o'zlariga bir-birini qiynamasdimi, ko'rgan odamni qiynavatdimi ish qilib, men ko'rib bearam bo'lib ketdim. Siz qanaq bo'ldingiz? Hemen ko'rib alik kishi biraqlam xotini qiydab bilan qilyapti-ku. Ha. Shaxsan men bo'lsam yo'q demayman unda. Siz bo'lsangiz qanaq qilardingiz? Bu ayol deydilik cho'nglarga bormas debdi. Bu kishi deydilik xizmat tufayli boramay ekan shunaqa. Amniyatda xizmat bu muhim, lekin oila muhimda tang yapmagan yaxshi. Men bo'lib qolsam navoda. Balkim shu xizmatga men muhim deb men aytgan bo'lgandan keyin mening uchun o'zim ishlarim bo'ldi. Shuning uchun avval ruxsat so'rayman. Ruxsat bo'lgandan keyin bu yoqqa tushuntirib qo'ying. Bu yana bir say navoda bek bo'lib qolib qolsa avval ayolimni ma'g'uz etib, saltirib borman deb o'zim o'rlatib ishlarni nikah qildim borman. Lekin bu xizmat istifot badiy ma'qul. Bugun bordim deb turaylik, aytmish qildim. Demak, Shirzatningki tutgan yo'li mayli qiyinchilik qanchalik zo'r bo'lishini qat'iy nazar oila birinchi o'rinda. Ha. Qani qizlar, sizlarning fikringlarni anglab boqaylik. Endi xizmat bo'ldi.
cho'ng uyga berishmi, uning bir vaqt ketadi emasmi? Shunda bo'lgandan keyin uning bir vaqt chiqarib, o'zaro bir-birisiga hurmat qilishi, bir-birisining fikrini qo'llab, er taraf bilanmi, ayol taraf bilanmi bir-birisining gapini og'a vaqtda analikin bu ishlar chiqmaydi deb qarayman. Unchimi shu. Xizmat bo'ldi, aniki turmush bo'ldi dedi. degan ig'ir besiq oz soz so'zlaydigan qizlardi bu ma'qul. Mahbuzada endi bolalarninki oila qarashini mustahkamlashda biz keyinroq uyg'onib qolamizda bu ota-onalar. Bolalar oilaning muhimligini ta'kidlashni cho'ng bo'lganda boshlaymiz deb o'ylab olamiz. Amaliyotda biz yoshlik paytimiz bolamiz bu holatda oila tutgan muomalamiz bilan ularga dars beramiz qandoq. To'g'ri dedingiz Mayra. Amaliyotda biz o'zimizninki harakatimiz orqali bolalarga ulgu bo'lamiz. Oila xizmatni tang ip mingish, mushlar hammasi kichigidan shu bolalarning ingi singib mangadi. Shirzatninki masala hal qilish iqtidorini men nayt yaxshi his qildim. Shirzatninki ota-onasimi cho'qim nayt yaxshi tangshab apmangan bo'lgan bo'lishi mumkin. Shundaqmi Shirzat? Ha, shundaq. Demak, ma filmdimi shundaq dedi. Agar men bo'lsam bu qitim xizmatdan istifa beraydi. Demak, bu xizmatni mushu qitim qilmasi bo'lmaydi bu vazifani. Onun keyin Shirzat dedi, oldida shuni qilib, xizmatini qilib, keyin oldida ayolni yo'lga qo'yib, keyindan bosim bo'ldi. Amaliyotda ma o'zining aslidagi oilasida ashundaq masala hal qilish iqtidorini yetildirgan bo'lsa, xizmat bilan oilaning munosabatini o'zining oilasidan ulgi elib, ota-onasidan ulgi elib o'rgangan bo'lsa, hozirgi o'zining yangi oilasida bu ishlarni naydi Shirzat degandek to'g'ri hal qilib ketadi. Demak, bu o'zining aslidagi oilasidan xizmat bilan oilaga tutgan pozitsiya mushu jihatdan aniq bir ko'z qarashga ega bo'lolmagan. O'zining ota-onasi bu yigitga yetarlik ulgu bo'lolmagan bo'lishi mumkin. Rahmat. Qani yigit qizlar biz ham 3-bosqichga rasmiy kirdik. Menimcha bu bosqichda Shirzat enimga bak ta'kidlama qo'yishning hojati yo'q. Shirzat, siz bayatdan beri paranglish jarayonida o'zingizning diqqatini tortgan, zehningiz bakrak markazlashgan bir qizning oldiga berib, shu qizning oz deganda 3 alohidligini o'ziga deb bering. Baya sizdan ikkilan dialog qildik shundaqmi? Paranglashib, his qilganimda birinchidan sifatchim o'tgansiz. Jimjit. Aman shu ishga yemeyeceğiz. Ammo lekin qarshi tarafga bergan ta'siringiz shu. Lekin bir ishlar menga o'xshash, oldaqini o'ylab ta'sir bitirib qolaysiz sizga. Rahmat. Rahmat. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi birsi. Men to'z anglayamadim. Nima deb maqtadingiz? İşmeyeceğizligini maqtadingizmi? Ya, bir dastlabda avval men kamchigin deb edim. O'zim his qilgandim-ki, keyin men boya paranglashib, keyin sirtqa berishimda birinchi bo'lib bir cho'ng'u ta'sir berdi menga. Ikkinchi bo'lib, keyin gap qilishlik yuyansiya bo'lmasa, intonatsiyani his qilganda bu yoq menga o'xshash bir ish qilishdan burun olgan o'ylab qilgan. Shu ashni his qildim. Demak, astoydil, bek tarafbol qiz emaskan demakchi-ku. Bo'ladi. Undaq bo'lsa, qaysi qiz bir zaman siz bo'lsangiz bo'ladi yoki boshqa qizlar bo'lsin bo'ladi. Qaysi qiz shu Shirzatning holatlaridan, gap so'zlaridan bayqagan shu aloyidlikni deb berdi. Xurshida. Men qarasam, yaş kichik bo'lgan bilan bek pishib yetilgan ekan. Kichik emasman. 26 yosh. Bizga nisbatan kichik. Endi nimdaymiz 30 yoshdan olgan erlarda bo'lishga tegishli sharoitlar hazırlangan ekan. Yani birisiga masalalarni degandek o'rlashtirish qarasam gap so'zi naq mening o'ylaganimdek boshda chiqdi-da. Anki shuna dadilga qarasam baş alaydıklarını his qildim. Rahmat. Rahmat Xurshida. Undaqda qizlar, eng oxirgi bosqichga kiramiz. Agar siz Shirzatni o'zimga mos keladi ekan, yanim cho'nqirlab tushunib baqay, sahnadan tushib ketishga tayyorligim bor desangiz chiroqni saqlab qo'ying. Yana o'ylashib baqay, deb qalsangiz chiroqni o'chirib olsangiz Shirzat javobini bilalaydi. 3 2 1.
Balkim qizlar yanıla o'yinib yiqishni loyiq topgan chig'i. Rahmat sizga inim. Kasbingiz utuq qazinishingizni, o'zingiz xohlagan 6 kishilikdan yuqoriroq odamlar yig'ilgan ko'ngillik so'rinda bosh bo'lib, xo'shal bo'lib, bexatar qaytishingizni umid qilamiz. Rahmat. Baxtli bo'ling. Bo'ldi. O'zining mustaqil ko'z qarashi va hayotga nisbatan nishon tiklangan nurg'un yigitlar kelyapti. Albatta, qizlarimizmi dal shundoq hayotda nishon bekitgan, o'zining orzusini o'zi bilalaydigan, mundaqcha aytganda o'zining tomirini to'g'ri tutgan holatda sahnamizda turyapti. Shunga biz majburlash, xizmat ishlashga qaraganda yoshlarning tuyg'usiga hurmat qilishni tanlab qoldik. Xinjiang Kamera madaniyat tarqitish cheklik shirkati ajri bilan ishlab kelayotgan elchi programmamizning bugungi soni vaqt munosabati bilan mishada oxirlashdi. Biz yana bir haftadan keyin yangi sonimiz orqali sizlar bilan ko'rishgaymiz. Aman bo'linglar, xayr xo'sh. Qalam qashliq osmondagi oyning o'zi, men kuygan qiz boy akamning yolg'iz qizi. Qalam qashliq osmondagi oyning o'zi